Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, hurmatli opa-singillar. Bizlar shu videoni qilishimizdan maqsad sabab bo'ldiki, shu qanchadan beri bunaqa moment redki bo'ladi. Shu imini dokumenti yo'q, bi dokumenti yurganlar mana hozir 30-aprelgacha ruxsat berildiki, shu dokumenti yo'qlar dokumentni qilib olishi uchun. Shuning uchun imini bugun moment bo'ldiki, men shu videoni qilib qo'yamanki, mana shu apalarimiz mana o'zlari aytishadi, qancha so'roqdan burun dokument qilishmagan, bi dokument yurgan, shularni mana o'zlaridan so'raymiz mana. Qandoqsiz? Nima bo'ldi? Qandoq bo'ldi? Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum hamqishloqlarimiz. Mana biz granitsaga chiqib keldik. 7 yildan burun dokumentim yo'q edi. Kirdi chiqdi qilib, yaxshi bo'lib, yaxshi keldik. Endi maslahat beramizki, kim dokumenti yo'q bo'lsa, bemalol kirib chiqishlari mumkin hammalaring qo'rqmasdan. Assalomu alaykum hamma YouTube tomoshabinlari. Men 2016-yil kelganman, shu bilan granitsaga ham hech qayerga chiqmaganman, 9 yil bo'lgan edi. Mana bugun Xudoga shukr, yaxshigina kirib, yaxshi chiqib, mana qaytib ketamiz. Shuni to'g'ri, imina bularni qilishimizdan maqsad ham shuki, shunga o'xshagan odamlarimiz bo'lsa, aka-ukalarimiz bo'lsa, ko'rib, qilib dokumentni biza bilan granitsaga chiqadimi, boshqa bilan chiqadimi, shu kirib chiqib dokumentlarini yaxshilab olinglar degan maqsadda shu videoni qilib qo'yamiz. Hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hamisha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Ko'rishguncha xayrlashmaymiz, omon bo'linglar. Sog' salomat bo'linglar, iloyim. Sog' salomat bo'linglar, qo'rqmanglar, bemalol kirib chiqsa bo'larkan. Biz ham qo'rqib kirib chiqmay yurgandik. Mana hammasi yaxshi, Allohga shukr.